bilan men Qirol Chaqmoq va biz mehmonimiz gapirib beradi bu haqida. Assalomu alaykum hamma kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana uchrashganimizdan xursandmiz. Birinchi videoyimizda aslida bo'laklarga bo'lib tashlamoqchi emas edik, ammo bizga yetarlicha sabablar bo'lgani uchun videoni to'xtatishga majbur bo'ldik. Sizlar bilan yana top 2-moddan boshlaymiz. Qani ketdik. Kanalga. Xo'sh, top 2-modimiz haqida gapirsak, siz bironta mobga qaraysiz va o'sha mob soatingizda yonadi. O'tirib turib ekranga bosib turasiz. Va bu yerda xohlagan mobingizga aylanasiz. Masalan, qishloq villager. O'rgimchakka qaramaning. Hozir men masalan O'rgimchakka qaragansin. bilaman asalari. Chaqu bittasini. Uy, tez uchishini. Chaq bo'larmikan? Urchi bittasini joni ketarmikan? Hop. Nima Bu yoqqa keldi. Hozir Zaharlandi. Qaranglar, joni ketyapti. Men yovuz asalarman. ko'zimga qarachi, ko'zingga chasamas menjo. Va siz Creeper. Portlachi. Uy! Hamma bobning qobiliyatlari sizda mujassam bo'ladi. Uy, ko'ryapsizlarmi? Hozir uning uchun bironta hayvonga qarashingiz kerak. Odamga aylanasiz. Golim, polim, boshqa hayvonlarga aylaning. Skeleton. Shularga aylaning deb o'tirmanglar. O'zingiz bu modlarni yuklasangizgina. Ana, Bu faqat Telegram. Yo'qmasana. sizlar buni bunga aylaning deb kommentariyga yozmanglar faqat. O'zlaringiz sotganingizda aylanasizlar. Videoni oxirida buni qayerdan topishni aytaman. Yo, 3-qism qilamizmi? Qilaylik, yaxshi bo'lardi. Yo'q. Ularni tomoshabinlarda kechtirib nima qilamiz? Shu, mana shunda oxirida ko'rsataman. Xo'sh, demak, Qani bo'lmasa biz top 1-modimizga o'tamiz. xo'sh, hammaga salom, qadrli bizni kuzatuvchilar. Men top 1-modga juda ham qiziqyapman. Bilmayman u ko'rinishi qanaqa. Ammo sizlar ham buni tomosha qilishlaring kerak. Men hali uni ko'rmaganman. Rostini aytsam, bu o'yinni birinchi ko'rishim. Men Minecraftning turli xil ko'rinishlarini o'ynaganman, ammo bunisi o'zgacha ekan. Eng yangi ko'rinishdagi Minecraft. Demak, olg'a Top 1-modimiz mana. Hamma bilgan mod. deyapsanmi? Hamma narsa bunda real ko'rinadi. Qishloqqa borchi, Ko'ryapsizlarmi do'stlar? olovli qilib qo'yganmisan? Yo'q. Hozirlarga ko'rsataman. Hamma narsa juda ham real ko'rinadi. Animatsion deb ataladi buni. Ha, bloklarda ham o'zgarishlar bor hatto. Hozir mehmonimiz hayratdan yoqa ushlaydi. Totemni ko'ryapsizlarmi? Totemni. Uncha-munchaga ko'rinmaydi. Kamiga bu 4 burchakkina. Suvli paqirini ko'rsatsam, mana bu aksilotlarni olamiz. Ko'ryapsizlarmi qanday ko'rinadi? Tepaga uchib sakrasangiz, men mehmonimizga aytgandim, u esa ishonmagandi. Hozir ko'rsatamiz. Mana qo'lni ko'taryapti. Ko'ryapsizlarmi? Va bu kichkina baliqcha emas, hayratda. Nima edi u? Mana bunday qo'yib yuborsalaringiz ham bo'ladi. Aksilot haqiqiy bo'lib, ba'zilarga hayvonlarni ham ko'rsatib o'tishim mumkin. Uni boltami nima? Ha, bu bolta hali videoda mana ko'rsataman. Men qorbolani zo'r qilig'ini bilaman. Ko'ryapsizlarmi tuxumini? Qo'limda 4 burchakkina ajoyib ko'rinyapti. 4 burchakkina. Golemni qaranglar. Zombilarni urishga ketdi. Orqangdan qishloq bor edi, shu yoqqa bor. Qishloqqa tegma.
Nega? Til tekkizma. Tekkizaman. Qishloq. U mening qishlog'im. Qishloq. U mening qishlog'im. Ay do'stlar. Siz bormi? Qaytini qulog'ini ko'rsan. Videoni shu joyda to'xtatib turamiz. Nima qildi? Videoni to'xtatib turamiz. Negadir qochyapti. Ha, judayam. Xotira to'lganmi? Video yo'qolib qoldi. Videoga olishimiz shartmi? Shartda. Boshqa modlar yo'q. Video hal ketibdi ekan. Do'stlar, shunday qilib qotyapti. Birozdan keyin men kirib ko'raman. Video davom etadi. Mana qor bola bizga zo'r. Qotimni ko'zi yumildimi? Yo'q, qo'lingni aynachiri. Nima qiladi? Urumchak otib yotibdi. Ey. Qasasga urib ketmanglar. Bechara urumchak holiga urumchaklar yig'laydi. To'g'ri gap bo'lyapsan. Mashalani qaranglar. Birdan qo'ychi. Boltani qaranglar. Mana qilich. Men mashq bilan shug'ullanganman. Mana uni qaranglar. Sizlarni bitta joylarini kiyib tashlayman. Mana qarasam qaychimni bitta menda quchuq kesilib qoladi. Lekin bilmayman nimaligini. Qor bola bizga yurakcha ko'rsatish Kerak. Nega ko'rsat? mana ko'rsat. Nima qilib bu? Ko'rsat. Mana yasibdi. Ko'ryapsizlarmi? Yazaket. Yurakcha. Qoridan. Men yurakcha ko'rsat. Seni yaxshi ko'raman. Haqiqiy kallasi ko'rinib qoldi. Ha? Haqiqiy boshini ko'rsatdi-ku. Iltimos, sen yurakcha ko'rsat. Bu ishonsa qilgisi kelmayapti. Betingga uray seni. Ko'rdilaringmi obunachilar, bu boyagi Birinchi mod qanday ekan? yaxshi ko'rindi degan umiddaman. Yaxshimi? Men bu birinchi modni qurolli bo'lagandan Mantiqlik bilan kutgan edi bu. Mana qara, yurakcha yasayap. Yurakcha yasab ketib qoldi. juda Yana qo'y. qattiq hayajonlangandim. Lekin Haqiqiyatini ko'rsatdi. Ko'rdilaringmi?